Yoshi ulug'lar, kattalar bilamizki, bugun ota-onamizni oldida juda qarzdormiz. Nima uchun? Chunki o'sha dahriylik davrida din afyundir degan zamonda yashab ham bizni musulmon qilib tarbiya qildilar-da. Shunaqa qiyin davrda ham nikohsiz turmush bo'lmadi. Ota-bobolarimiz nikohni saqladilar. Mana bu narsalar bizni o'sha fitratda tug'ilib musulmon ummati qilib tarbiya qilishlikda qilgan ota-onalarimizning katta xizmati. Shuning uchun o'sha davrning taqozosida Allohni tanib ulg'aygan kimsalar bugun ota-onalariga ko'proq duo qilishlari kerak. U davrdagi qiyinchiliklik, mushkul, mashaqqat oldida bugun biz rohatdamiz. Demak, endi bugun bizga juda katta mas'uliyat yuklanyapti. Bugun endi biz bolalarimizni Alloh bizga omonat bergan, pokiza fitratda berilgan bolalarimizni qaysi belgi bilan katta qilyapmiz? Mana bu muhim. Alloh Qur'onda aytadiki, estaizu billah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Alloh bizga nido qilib, chaqirib aytayapti: ey iymon keltirganlar, ey mu'minlar, sizlar avvalo o'zlaringizni va ahli ayollaringizni do'zaxning o'tidan saqlang. Bu do'zaxning o'ti shunday o'tki, unda inson va tosh yoqilg'i bo'ladi. Yoqilg'ining o'rnida o'tin, ko'mir kabi ishlatiladigan vosita inson va tosh bo'ladi. Shunaqa darajada alangalik bo'lgan do'zaxning otashidan, azobidan avvalo o'zingizni va oila a'zolaringizni saqlang deyapti. Bu buyruq hamma mu'minlarga. Demak, bugun biz bitta o'zimizni o'ylashimiz kerak emas. Hatto mana shu oyat nozil bo'lganda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamdan sahobalar so'radilar: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, qanday qilib saqlaymiz? O'zimiz Alloh taolodan yig'lab nola qilib yurarmiz, ammo farzandimizni do'zaxning o'tidan qanday qilib saqlaymiz?" deganlarida payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Alloh buyurganiga buyuraysan, qaytargandan qaytarasan dedilar. Mana shu jihat bilan ularni biz do'zaxni azobdan saqlashlikka mas'ul bo'ldik. Shuning uchun ham Rasulimiz alayhisolatu vassalam kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dedilar-da. Ogoh bo'ling, sizlar hammalaringiz boshliqsiz, ya'ni cho'pon kabisiz va har biringiz qo'l ostingizdagilarga qiyomatda javob berasiz. Mas'ul degan so'z o'zi aslida arabcha sa'ala fe'lidan olingan. So'ralish. Mas'ul degani so'ralinasiz. So'ralinasiz, ya'ni mana bu nima bo'ldi deb savol javob qilib siz so'ralinasiz deyapti. Ya'ni har biringiz qo'l ostingizdagi farzandingiz, oila a'zoyingiz uchun qiyomatda so'ralinasiz. Ularni qay darajada tarbiya qilyapmiz? Ularni qay darajada kamolga yetkazyapmiz? Farzandlarimizni Alloh bizga omonat bergan ekan, shu bergan zotni tanityapmizmi? Biz ko'proq moddiyat tomoni bilan xizmat qilyapman deb o'ylaymiz. Farzandga bo'layotgan otalik vazifamni qoyil qilib bajarib qo'ydim deymiz. Qaysi jihatidan? Juda dabdabali qilib aqiqa qilib beramiz. Dabdabali qilib sunnat to'yi qilib beramiz. Hamma narsasini qilamiz. Ba'zan bolamizga aytamizki, "Hey bolam, men senga shuncha narsa qilib berdim. Sen bilmaysan buni" deb aytamiz. Ammo lekin asosiy narsani bolamizga beryapmizmi? Yaratgan Robbimizni tanitdikmi? Mana bu narsalar muhim azizlar. Bolalarimizga haqqini ado qilishlikda bu jihatini e'tiborga olmoqligimiz kerak. Eng e'tiborli jihati mana shu.